Rinoplastika va septoplastika yo'nalishidagi operatsiyalarni o'tkazish borasida nafaqat O'zbekiston, qo'shni respublikalarda ham tilga tushgan Ibatovs klinikdan 31 yashar yigitning o'ligi chiqdi. Garchi holat 12 noyabr kuni sodir bo'lgan esa-da, uning isi bir oy o'tib, tugayotgan haftada chiqdi va ijtimoiy tarmoqlarda diqqat markazidagi mavzuga aylandi. Bosh prokuraturaning Qalampir.uz'ga ma'lum qilishicha, 1994-yilda tug'ilgan yigit Toshkentdagi Ibatovs klinikda chap tomonlama burun kistoz gaymariti, o'ng tomonlama o'rta burun chig'anog'i kontrabulyozi vazomotor rinit tashxisi bilan murojaat qilgan. Ushbu klinika shifokorlari tomonidan jarrohlik amaliyoti jarayonida puls ko'rsatkichlari yo'qolib, yurak faoliyati to'satdan to'xtab qolishi oqibatida yigitda biologik o'lim holati yuz bergan. Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi Toshkent shahar filiali morfologiya bo'limining joriy yilning 13 noyabr kungi 12:50 sonli dastlabki ma'lumotnomasiga ko'ra, yigitning o'limiga o'tkir koronar o'lim, o'tkir anafilaksik shok sabab bo'lgani ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan marhumning o'lim sababini aniqlash maqsadida 12 noyabr kuni sudga oid tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Olmazor tuman prokuraturasi tomonidan xususiy klinika shifokorlariga nisbatan joriy yilning 29 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 116-moddasi kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, dastlabki tergovda berilgan alohida topshiriqqa asosan xususiy klinika faoliyati joriy yilning 6 dekabrdan rasman to'xtatilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida Ibatovs klinik asoschisi Nodir Ibotovni studiyamizga taklif qilib, u bilan suhbatlashdik. Klinika rahbari o'sha kuni shifoxonada bo'lmagani, marhum bemorni tanimasligi, operatsiya jarayonida malakali shifokorlar guruhi ishlagani va klinikada barcha texnik hamda tibbiy vositalar bo'lganini aytarkan, holatda shifokorlarning aybi yo'qligini alohida urg'uladi. Biz o'zimizdan aybdor deb his qilayotganimiz yo'q. Sud ekspertiza chiqadi, ma'lum aybdor bo'lsak, tan olamiz, jazoimizni olamiz, tamom. Nima bo'ladigan bo'lsa. Misol uchun-da, men adolat qaror yuzaga chiqish tarafdoriman-da, baribir. Misol uchun, men o'zim xodimlarimni oqlayotganim yo'q, ularni ham oqlayotganim yo'q. Lekin u hali natija bo'lmagungacha ko'tarilish kerak bo'ladigan bunaqa gap so'zlar menimcha ortiqcha deb o'ylayman. 31 yashar bemorning o'limi muhokamalarga sabab bo'layotgan bir vaqtda aynan ushbu klinikada o'tkazilgan operatsiya ortidan nogiron bo'lib qolgan qizning onasining dod faryodi tarqaldi. Qalampir.uz Ibotovni ushbu masalada ham savolga tutdi. Ko'p narsa noto'g'ri, yolg'on ma'lumot va tuhmat ketyapti. Opam endi ko'radilar menimcha bu videoyimni. Men prosta gapirmoqchi emasman, dalillar bilan aytishim mumkin. Menga bugun yuristimiz ham jo'natildi, u delo yopilgan o'sha. Qanaqa ma'nodaki, opa pullarni ham olganlar, bir so'm olmadim debdilar. Pullarni ham olganlar. Aybdor ham anesteziologimiz bo'lgan. Anesteziologimiz o'sha bizdan ishdan ketganlar. Bir oy qamalib chiqdilar anesteziologimiz. Aybdor topilgan, anesteziolog deb topilgan, anesteziolog jazosini olgan. Nima qilish kerak? Oldi, bir oy o'tirib chiqdi qamalib. Undan tashqari to'ladi, 15 ming dollar pul berdi yordam sifatida. Undan tashqari to'lagan pullarni bermabdilar, deyaptilar opamiz. Berganmiz pullarni qo'llariga. Qancha? Umumiy qiymatda qancha pul bergansiz? 350 millionga yaqin pul berganmiz degan ma'lumot berildi menga bugun yuristimiz, direktorimiz tomonidan.